Siz Mushtari va Mirrix yulduzlari 5-falakda ro'baro damda tug'ilgansiz. Bani bashar bu chog'da dunyoga kelgan 2 insonni biladi. Bu Rasuli Akram Muhammad alayhissalom hamda Iskandar Zulqarnayndirlar. So'nggi sohibqiron siz erursiz. Alloh sizning zimmangizga ulug' vazifalar yuklamish. Kamar yopiq doira, mangulik ramzidir. Toj kiymoq saltanatni bosh orqali yurakka meros qilib qoldirmoq. Anavi uzuk ersa, kuch adolatda ekanligini bildirur. Unutmang, adolatsiz bo'lsangiz, qudratingiz ham yo'qolur. Hazratim, bir umr adolatga amal qilmayman.